Yemasalar ham majburlab yedirgin Shabnam. Men ovqat olib kelaman hozir. Yo'q, hech narsa o'tmaydi bolam hozir. Qor yog'ganini qarang. Hozir kelaman. Juda chiroyli. Damadim yog'yaptimi? Yog'yaptimi? Turkiyada ham yog'may qo'ygandi. Anchadan Tog'am bilan bizda to'yiz bo'ldimi? ho, Barno opa? bo'ldi. To'yga qiziqishmadi. To'yga borgan ekanlar. Oyim haydorishibdi. Oyim rosa tinmay yig'ladilar. Keyin uxlab qoldilar. Keyin aro ichdilar. Men bilmadim-da, oying borgan. Kasal bo'lib qoldilar. Uylaringda hech narsa yo'q ekan. Qorning ochdimi? Qornim ochdi, ovqat bering. Pul bering, do'kondan olib chiqaman o'zim. Tog'ang bozor qilib keladilar. Hozir tog'ing kelsin. Voy. Men shoshganimdan pulim olib chiqma. Ana aytdi. Yo'q, u pul oyingniki, bizaniki emasdi. Oyimniki-ku. Yo'q, birovni pulini ishlatib bo'lmaydi. Barku tortmadi. Oyim puli. O'lganlar. Oyim. Siz bormi? Uni so'roqsiz ishlata olmaymiz. Seni oying o'lmaydilar. Meni ham oyim olib qolmaydilarmi? Meni Oy 3-4 kun kasalxonada yotadilar, keyin chiqadilar. Oddiy shamollab qolganlar xolos. Hozircha tog'ingga telefon qilamiz-da. Oying hali seni to'ylaringni ko'rish kerak. hop. Kartaga pul tashlasalar, billa bozorlik qilib chiqamiz do'kondan. Xo'p, tog'ing keyin. Allo. Orif aka. Baloyam urmaydi unga. Yaxshimilar? Bo'ladi. Bordingizmi? Bordim. Deyam qolmabdi. Pul tashab qo'ya olasizmi? Shoshib chiqqanimdan pulam olmabman o'zim bilan. Keyin xo'p. Abuzarni qorni och, men uyda hech narsa yo'q ekan. Xo'p, Kerak bo'lsa yozib hozir olib chiqaman o'zim. Qoldim. Hozir 10 minutda kiraman. bozorlik qilib chiqardik. O'zim kelib. Go'sht. Nima ovqat qilib bering? Tog'aylar o'zlari kelayotgan ekan. Birga qilamiz-a? Bo'ldi. 5 tasha. Kartoshka bilan. Yo'q, qayerga ketaman? Voy, Xolabey. ketmadingmi qizim? Shabnam. Akannemga telefon qilib aytaman. Bu qiz qayerga ketib qoldi deydi. Keyin sezib qoladi. Voy, ketaver. Shunaqa qilasanmi? Ha? Anu xolamnikiga qolaman deb aytaman. Xohlasangiz, keyin assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Allo. Ola besham. Alo. Xolam qolgan deb yalinyaptilar. Anaqa, men xolamnikiga kelgandim. Uydami Shabnam? Ha. Masalam. Nima qilyapsizlar? Bo'pti, xo'p. Ha, ertaga boraman. Xo'p. Ertaga kelasizmi? O'shaning uchun bugun shu yerda qolaman. Ovqat isitib kelaymi? Mana, bo'ldi. Azakam uchun ham yemaysizmi? Yo'q, yegim kelmayapti bolam. Hali Siroj zo'r norin olib keluvdi. Yo'q. Shu o'tiringlar. Xo'p.
Orif 108-qismda o'zini dunyodagi eng zo'r xufiyona josusdek tutishga urindi, lekin u bitta narsani unutdi. Yolg'onning poydevori qanchalik baland bo'lsa, yiqilganda suyaklar shunchalik qattiq sinadi. 107-qismdagi o'sha sirli xabar uni butunlay sarosimaga solib qo'ydi va 108-qismda biz uning rangsizlanib, tom ma'noda o'zini yo'qotib qo'yganini ko'rdik. Nega bu odam har safar vaziyat qaltislashganda men hammasini oila uchun qilyapman degan eski plastinkasini qo'yadi? Bu safsata hatto uydagi mushukni ham ishontira olmaydi-ku. Orifning bu qismdagi xatti-harakatlari shunchalik kulgiliki, u go'yo yonayotgan uyning ichida turib, devorning rangini muhokama qilayotgan odamga o'xshaydi. Barnoning nigohlari esa o'zgardi. U endi shunchaki sabrli rafiqa emas, u endi o'z qotili bilan bir dasturxonda o'tirganini tushunib yetgan guvohga aylandi. Orif esa hali ham o'zining qimmatbaho kostyumida g'urur bilan yuribdi. Vaholanki uning orqasidagi soyalar allaqachon uning bo'g'zidan olishga tayyor turibdi. Mahalla ko'y esa jim turgani yo'q. Pichir-pichirlar endi baland ovozdagi g'iybatlarga aylandi. Sizningcha Orif o'zini bu qadar aqlli deb hisoblaydimi? Yoki u shunchaki o'zining navbatdagi yolg'oniga o'zi ham ishonib qoladigan darajada kasalmi? Orif o'sha sirli qo'ng'iroq egasining ismini Barnoning ko'zlariga qarab ayta oladimi? Yoki u yana bir bor adashgan raqam degan ertakni to'qishga majburmi? Qaynona poshshoning 108-qismdagi diplomatiyasiga esa alohida Oskar berish kerak. U o'z o'g'lining barcha kirdikorlarini ko'rib bilib tursa-da, Barnoga qarata ayol kishi kechirimli bo'lish kerak degan gapni qanday qilib uyalmasdan ayta oldi? Bu milliy serialning eng og'riqli nuqtasi ham mana shunda. Hamma narsani biladi, lekin el yurt nima deydi degan qo'rquv haqiqatdan ham balandroq turadi. Qaynona Barnoni jarlik tomon itarayotganimni nahotki tushunmasa, yoki uning uchun o'g'lining soxta obro'si kelinning singan taqdiridan muhimroqmi? Orif esa bu paytda o'z xonasida telefonini xuddi yadro bombasining pultidek qo'riqlab o'tiribdi. Uning har bir soniyada eshikka qarab qo'yishi, har bir xabar kelganda sakrab tushishi bu haqiqiy jinoyatchining qiyofasi emasmi? Barno esa bu safar boshqacha yo'l tutdi. U endi savol bermayapti. U shunchaki kuzatyapti. Bu sukunat Orif uchun har qanday janjaldan ko'ra dahshatliroqdir. Nega qaynona bu olovga moy sepyapti? U haqiqatdan ham uyni saqlab qolmoqchimi? Yoki shunchaki o'zi ham bu yolg'onlar zanjirining bir qismi bo'lib qolganmi? Agar qaynona Barnoning sabr kosasi to'lib, uy portlash arafasida ekanini ko'rib tursa, nega u hamon Orifning yirtilgan niqobini yamashga urinyapti? Orif 108-qismning markaziy sahnasi uning kutilmagan mehmon bilan yuzma-yuz kelishi bo'ldi va o'sha lahzada uning yuzidagi rang xuddi ismini aytib bo'lmaydigan qorong'i o'tmishdek oqarib ketdi. Bravo Orif, sening muvaffaqiyatli tadbirkor va namunali ota degan roling nihoyat o'zining mantiqiy yakuniga yaqinlashmoqda. Lazizaning o'sha xonadagi sovuq nigohi va uning har bir so'zida yashiringan zahar Orifni tiriklayin qo'mib bo'ldi. Nega Laziza bu qadar xotirjam? Chunki u qo'lida qanday qartalar borligini va Orifni qachon mot qilishini juda yaxshi biladi. Bu qismda biz rangsiz gullarning naqadar tikanli ekanini ko'rdik. Barnoning uy ichida arvohdek yurishi, Orifning esa har bir burchakdan xavf kutishi bu endi oila emas, bu haqiqiy ruhiy bosimxonaga aylandi. Orif o'zini bu nishaning kiroli deb o'ylagan edi, lekin 108-qism unga shunchaki o'yinchoq ekanini eslatib qo'ydi. Sizchi, sizningcha Orif bu vaziyatdan yana bir bor o'zining shirin yolg'onlari bilan chiqib keta oladimi, yoki bu safar uning yolg'onlari uning o'ziga qarshi ishlaydimi? Orif o'sha kutilmagan mehmonga nima deb javob berdi? Yana bir yangi yolg'onmi, yoki u nihoyat o'zining oxirgi chorasini ishga solishga majburmi? 108-qismning finali bizni shunday nuqtada qoldirdiki, endi hech kim Barnoning navbatdagi qadami qanday bo'lishini bashorat qila olmaydi. Orif o'sha telefonidagi o'sha videoni o'chirib tashladim deb o'yladi, lekin u raqamli dunyoda sirlar hech qachon butunlay yo'q bo'lmasligini unutib qo'ydi. Nega u bu qadar xotirjam bo'lishga urinyapti? Uning qo'llari titrayotgani, ko'zlari har yoqqa yugurayotgani uning ichidagi jahannamdan darak bermayaptimi? Barno esa qism oxirida o'sha sirli sumkani ochganida biz uning yuzida nafratdan ham dahshatliroq narsani, sovuqqonlikni ko'rdik. Ayol kishining sovuqqonligi bu sevgining o'limidir.
Orif o'zining barcha pullari va aloqalari bilan Barnoning singan ko'nglini qayta tiklab olaman deb o'ylaydi, lekin u adashadi. 109-qismda bizni qanday portlash kutmoqda? Orif o'zini qutqarish uchun kimni qurbon qiladi? Onasinimi, Lazizanimi yoki uning qolgan kutgan vijdoni bormi o'zi? 108-qism shunchaki muqaddima edi. Haqiqiy dahshat hali oldinda. Barno o'sha sumkaning ichida nima ko'rdi? Orifning xiyonatiga yakuniy dalilmi yoki uning butun hayotini ostin-ustun qiladigan yangi bir sirmi?